Yengiltak ayollar qildiradi, yengiltak ayollarga kerak. Bu narsa har bitta ayolga kerak. Chunki har bir o'zbek ayoli albatta 3 ta 4 tagacha tuqqan o'sha ayollarimizda qin yo'llarini yirtilishi yoki bo'lmasa chiroyli qilib ginekologlarimiz tikib qo'yganda, lekin undan keyingi parvarishi yaxshi bo'lmaganligi sababli ham labini botoks qilibdi, kiprigini bo'yab. Yo'q, bu faqat unaqa narsa uchun emas, bu sog'liq uchun. Eng birinchi o'rinda peshobda ishlanmaganligi. Ikkinchi o'rinda qabziyat bor. Yaxshilab so'rasangiz, normal ichi kelmaydi o'sha ayollarda. Orqa chiqaruv teshigidagi ichakni ustidagi mana shu qin yo'llarini chiqib qolishi, tushib qolishi natijasida bo'ladigan holat hisoblanadi. Tahorat qilganingizda qo'lingizga unnayaptimi? Bachadon va qin yo'llarini tushishidan dalolat beradi. Riski masalan turganda qanaqadir ovoz chiqyaptimi? Qin yo'llarini tushganligidan dalolat beradi. Peshobda ishlanmayapsizmi? Yuqori qin yo'llarini bachadonni tushishi natijasida qovoqni bosib qolishi natijasida bo'ladigan holat hisoblanadi. Kulganda yoki bo'lmasa aksirganda peshobda chiqib ketganday holati bo'lyaptimi? Bunda ham xuddi shunaqa. Jinsiy hayotda birga bo'lganda namlanish bo'lyapti yoki bo'lmasa qanaqadir ovozlar chiqyapti. Mana shu ham qin yo'llarini tushishidan dalolat beradi. O'zingizda ko'ring, shu narsa bormi, yo'qmi sizda. Agar shunday holat bo'ladigan bo'lsa, biz sizga bu haqda chuqurroq ma'lumot berishga harakat qilamiz.